Küreş 2021-yili 5-iyul. Balam Küreştayning xotirasiga bugun munularni putib qo'ydim. Biz bugun Osloga berib 5-iyulni xotirlash namoyishiga qatnashdik. Sen bugun menga cho'ng bir yigit bo'lganligingni ko'rsatib qo'yding. Bugun yerib ketmading. Ishing pishmadi. G'alva qilmading. Bugun cho'ng bir yigit kabi namoyish maydonida mustahkam turding. Yani meni bek hayron qoldirgan bir ishing shuki, sen bugun o'zing mustaqil holda bek jiq tashviqot varaqasi tarqatding. 1,5 soat to'xtamay tarqatding. Meninkidan necha qitim bo'lib akitib hammani tarqitib bo'lding. Arliqda bir odam men bergan qog'ozni axlatga tashlavatdi deb bek ochchig'im keldi. Lekin qat'iy voz kechmay davomli tarqatdim. Balam, namoyish maydonlarida sizlar ba'zida ko'zimga shundoq g'erib ko'rinib ketsizlar. Chunki vatansiz qoldinglar. Shu kichikliklaringlarga aslo mos kelmaydigan rahimsiz realliklarga shohid bo'lib cho'ng bo'lyapsizlar. Shu kichikliklaringlarga baxmay vatanning davosini qilyapsizlar. Shundaq chaqlarda uyliman. Sizlarni mushu kunlarga qo'ygunimiz uchun ko'nglim yerim bo'ladi. Lekin o'zimga yig'laydiganga haqqim yo'q. Yoshlarimni surtiyman. Bugun sen bayroqni faqat yerga tekkizmay, igiz ko'tarib turganda, men bayroq ostidagi kichikkina teningda vatan deb gupildab so'qib turgan yuragingni ko'rgandek bo'ldim. Bilsang o'g'lim, sening ismingga bizning umidimiz yug'urilgan. Biz sening vatan va millat uchun kurash qilishdan bosh tortmaydigan bir avlod bo'lishingni umid qilamiz. Biz garchi haqqinglar bo'lgan vatanni sizlarga berolmagan bo'lsaqmi, biz yayrab cho'ng bo'lgan shu vatan tuproqlarida sizlarni yoshtalmagan bo'lsaqmi, yüzümüz qizargan holda sizlardan yanılı şundaq ümitlerini kütümüz balam. Men senden ve akangdan razıman. Tug'ilgandan beri vatan tuproqlarini bir qitim ko'rishga muyassar bo'lalmadinglar. Vatanning havosidan bir nafas ololmay turib, shu vatanni so'ydinglar. O'zinglarning uning bilan chambarchas bog'langanliklarini hech qachon unutmadinglar. Men sizlardan razı bo'lam. Allah hem razı bolsun. Allah egam bizga nasib qilmasimi, sizlarga bo'lsimi shu vatanga qaytishni, uni qaytadan qurib chiqishni, uning bag'rida ozod, erkin yashashni nasib qilsin jinim bilan. Qaysi kuni futbol musobaqasini ko'rib yetib, bir top kirganda pastdagi mastonilar yig'lab ketishdi. Shu chog'da degan gaping balkim o'zingning esidan chiqib qolgandi. Lekin mening esimdan hargizmi chiqmadi. Agar u topni Sharqiy Turkiston komandasi kirgizgan bo'lsa, bizmi bakshig'lab ketatdik. To'g'ri. Biz faxrlanib, xo'shallikdan yig'lab ketatdik. Shundoq kunlarmi keldi balam. Bizmi davlatimizni quramiz. Bizningmi o'zimizning komandamiz bo'ladi. Dunyoviy musobaqalarga tushimiz. Shu kunlar uchun sizlardek yana bir avlodning, sizlarning kelgusidagi bolalaringlarning, avlodlaringlarning biz hozir ko'rayotgan bu qora kunlarni ko'rmasligi uchun biz ko'z yoshlarimizni surtib kurash qilishni bilishimiz kerak. Biz ozodligimizni qo'limizga olguncha kurashchan ona, kurashchan bolalardan bo'lishimiz kerak.